Arnold bilan tanishing. Arnold juda ham xotirjam va beg'am. Ayni damda amakivachasini ko'rish uchun dam olish kunlari Shvetsiyaga uchmoqda. Lekin to'satdan bir voqea sodir bo'ldi. Samolyotning ikkala dvigateli ham kutilmaganda ishlashdan to'xtadi. Samolyot halokatga uchramoqda. Qani Arnold, sen buni uddalaysan. Arnold, sakray qol. Sakra! Ayni damda Arnold katta tezlik bilan yer yuzasi tomon uchmoqda. Uning tezligi sekundiga 173 funtni tashkil etadi. Uning parashyuti yo'q. Nima bo'layotganini o'zi ham zo'rg'a tushunmoqda. Uning sayohati uzoq davom etmaydi. Roppa rosa 2 daqiqa-yu 59 soniyadan so'ng tugaydi. Ayni paytda Arnold 30 ming funt balandlikda. Bu degani, katta ehtimol bilan juda ham siyrak havo tufayli unga nafas yetishmay qoladi. Bu balandlikda deyarli kislorod yo'q. Kislorod yetishmaganligi uchun u hushini yo'qotadi. Bu fanda gipoksiya deb ataladi. Xo'sh, uni uyg'otish vaqti keldi. Arnold! Hoy, Arnold! Va nihoyat Arnold ko'zini ochdi. Arnold, bu boshlanishi. Sen endigina qulay boshlading. U hushini yo'qotganida tanasi yo'lning 3dan 1 qismini bosib o'tdi. Endi Arnold taxminan 20 ming fut balandlikka yetib keldi. Bu balandlikda erkin nafas ola oladi, lekin bu narsa uni hayotini saqlab qola olmaydi. Tasavvur qilaylik, samolyot havoda parchalanib ketdi, qoldiqlari esa tusha boshladi. Unda tirik qolish uchun imkoniyat bor. U atrofda tushayotgan jismlar va siniq parchalarini tutib olish kerak. Ularni atrofiga to'plab, shakl yaratish kerak bo'ladi. Jismlar va siniqlardan yasalgan pilla uning omon qolish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Lekin buni juda ham tez bajarish kerak. Deyarli vaqt qolmadi. Arnold, bu juda ham muhim ishlardan biri. Qo'nishni yumshatishga harakat qilishing kerak. Beton siniq parchalari va suvga tushmaslik kerak. Eiffel minorasi cho'qqisi kabi o'tkir va uchli narsalarga ham. Eng yaxshi variant pichan g'arami yoki bir necha metrlik qor uyumiga. Eng yaxshi variant yumshoq o'yinchoqlar fabrikasi. Arnold, qo'nishdan oldin oyoq qo'lingni bo'shashtirib, xotirjam bo'lishga harakat qilsang, anchagina senga yaxshi bo'ladi. 3, 2, 1, qo'nish. Ahvoling yaxshimi, Arnold? Arnold, sen hali ham tiriksan. Bu hali boshlanishi, qiziqarli videolar hali oldinda. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va do'stlaringizga ulashing. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli videolar hali oldinda. Sizlar bilan Arnold bo'ldi.